Adasi nima ovqat qiling? Farqi yo'q. Ha, oyimdan so'rachi nima egalari kelibdi ekan. Xo'p. Siz nima yeysiz kelyapti? Menga farqi yo'q, oyim nima yegisi kelsa o'shani yeyveraman. Xo'p. Adasi. Bugun oyimga borib keling. Hozir oyimdan so'raychi. Oya, Ha, keliningiz bugun oyisini ko'rgani borib kelsa maylimi? oldingi hafta bordi-ku. Bu hafta yana borgisi kelyaptimi? Ozgina sabr qilsa, keyingi hafta boradi. Hech qayerga borishi yo'q. Uyda juda ham ko'p ishlar bor. Hop. Eshitdingmi? 2 hafta bo'ldi bormaganimga. Borib kela qolgay. Hop, nima qildiysan? Qo'ymayapti-ku. Keyingi hafta borasan bo'pti. Adasi, bugun kechqurun aylanishga chiqaylik. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Aylanishgami? Ha, bo'pti, chiqamiz. Oyimdan bir ro'y so'ragin, xo'pmi? Ha, hozir ishlama. Kechqurun keyin aylanishga chiqamiz agar ruxsat bersalar. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tir. Oyani Temurni to'yiga $100 to'yini bersam bo'larmikan? Voy tavba. Sen $100 berasanmi? Odamlar nima deydi? Sen $100 bersang, $500 bergin. Tiling uzun bo'ladi hammadan ham. To'g'ri aytasiz. $500 bersam tilim uzun bo'ladi. 500 beraman. Adasi. Men sizga turmushga chiqqanman oyijonga. Tushunmadim, nima bunaqa do'stsan? Biror narsa qilishdan oldin doim oyimdan so'ragan, oyim bilanlar. Nimaga shunaqa do'rasiz? Umuman o'zingizni qaroringiz, fikringiz yo'q. Ko'p gapirmagin, tushundingmi? Shunchalik aqling toshib ketyaptimi? Bu uyda meni onam hamma narsani hal qiladi. O'zing uchun bilib olgin, men bunaqa jinnisangi gaplaringni qilmagin menga. Men onasini hurmat qiladigan haqiqiy erkakman, tushundingmi? Bu hurmat emas. Bu erkak kishining o'zini fikri yo'qligi. Bizning ham oilada otam o'tib ketganda bitta erkak akam uydagi hamma qarorlarni akam erkak bo'lib o'zi chiqaradi. Oyim ham akam aytganiga kiradilar. Men oyiz gapiga kirmayman demayman. Oyizdan maslahat so'raganingiz yaxshi, lekin hamma narsani ham oyiz gapiga qarab ko'rishingiz kerak emas. O'zingiz fikringiz bo'lishi kerak. Oiladagi oxirgi gap nuqtasini siz qo'yishingiz kerak. Mana shu haqiqiy erkaklik bo'ladi. Agar oilada qarorni erkak kishi qabul qilmasa, bu oila uzoqqa bormaydi.